Bo'yni ko'rish kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, alaykum. Tinchmisiz? Uyda egasizmi? Kimsizlar? Bizlar elektrosetdan kelganmiz. Elektrosetdanmi, ha? Yo, uy egasi chiqib ketganlar. Qayerga chiqib ketgan? Hozir 1 soatga qaytaman dedilar-da. Ha, bitta bo'lmasa o'chib chiqib ko'raylik. Ay, yo'q-da, men qanday qo'yaman uyda hech kim yo'q bo'lsa. Menga aytdilar, hech kimni qo'yma deb. Sizlar qo'shnilarni qarab turinglar, o'zi kelsalar, Keladimi hozir? Ha, keladi. Ha, bo'lmasa o'zi 1 soat, 1,5 soatdan qaytib keladi. Kelinglar, ha, kelinglar. Bitta uyni ko'raylik. Kelinglar. Ha, dadasi? Ha, Tinchlikmi? elektrosetdan keldi. Tez bo'ling, Ha, tez bo'ling. Onasi, Labbay. toza kiyimlaringni olib chiq tez. Xo'sh, hozir. O'ktam aka, shu uyga bekor kirmadik-da. Nimaga? Boyagi odam mardikor emas, menimcha uyni egasi. Ey, mardikor. Ye. Aka, yaxshimisiz? Bo'ldimi? O'g'irlab bo'ldingizmi endi? O'g'irlashmasa bu qo'shniga olib boryapti. Menga qarang. Boyagi mardikor sizmasmidingiz? Ha. Bo'ynagi mardikor edi. Endi men uy egasiman. Aka, men sizga aytdim-a, boyagi odam mardikor emas, uyni egasi deb. Tuppa-tuzuk soqqadan qolib ketdik-da. Men qaydan bilay, men Bilmaysiz hamda uka yoshsizlar, yosh. Shu uchun mashoyixlar aytgan. Qari bilganni pari bilmas.